Az kişiye söz yapmış, ebek verdiğin iltimasını. Endi bir kişiye söz bizge bir taqdim qilsangiz Olmutdan kelgan Olmutdagi qarindoshlarga atab bir kişiye söz so'rayman ben sizdan. Salomingizga gapiraman. Ashula qanday salomlarni yo'llaysiz shuni bir depasiniz. Qisqa, mazmunli qiliblar. Hozir qo'ydigan bo'ldik siz Musojinka. Yo'q. Olmutdagi qarindoshlar bizning qarindoshimiz. Ular bilan bizning qanimiz bir. Shuning uchun men ularga sig'inib salom aytaman. Ularning salomatligini tilayman. Bolchaqlarga baxt tilayman. Ebek iltimas yani. İltimaslarni o'rlayman. Chiqilgan yosh bolalarni bu. Xudoninki taklifini anladım. Ben bununla kışıca özüm küçüm yetişçe 5-6 balını hemen aşağı çıkıdığanla teşkilleymek olayım burada. Vay rahmet. Rahmet. Alamet yaxşı gap bo'ldi bir. Yaş ballardan biri meni borg'usiz o'taylik. Birincisi Azık sözü yap. Davut. Sen kaydın. Qashqardan gap 抖音。